Hammaga avvalambor assalomu alaykum. Sizlar sog'lig'inglar yaxshimi, charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa $10 dan $150 ming gacha 100 kunda challenge'imizni bugun 7-kuni. Kuzatib borayotganlaring uchun rahmat. Mana Xudo xolasa har kuni tek profit olyapmiz. Strategiyamiz bo'yicha har kuni tek profit olyapmiz. Xudo xolasa bugun ham tek profit olishga harakat qilamiz. Birinchi o'rinda high time frame'da trendni aniqlab olamiz. Trend hozircha down trendga o'zgarmoqda. Hozir kichkina time frame'ga o'tib olamiz, chunki biz hozir scalp qilamiz, qisqa muddat savdo qilamiz. Balansimiz $33 u 35 sentga yetdi. Xudo xolasa bugungi foyda maqsadi 80 sent ekan bugun. Xudo xolasa bugun ham full yopishga harakat qilamiz. Kichkina time frame'da bitta struktura singan, down trend struktura sinib, konsultatsiya holatiga kelgan. Endi biz bitta biz buyga bitim ochsak bo'lar ekan. Buyga bitim ochamiz. 001 lot bilan. Xudo xolasa mana bitimimiz shit ochildi. Ichida ochildi 3000 3030 158 ochilibdi. 3030 158 3030 158. $160 ga olib beraylik. Tek stop lossimiz shu liniyada. Tek profitimiz mana bu liniyada. Birga 2.81. Почти birga 2.5 satnashini. Foydamiz hozir ko'ramiz qancha bo'ladi. Zararimizni ham ko'ramiz. Stop lossimizni joylashtiramiz. 3028 71. 3028 71. Zararimiz 1.48 bo'lar ekan. Zarar qilsa, foydamiz 3034 24. 3034 24. Foydamiz $4 bo'lar ekan. Agarda shu bitimimiz foydada chiqsa, xudo xolasa bugungi nimamiz to'liq yopiladi. Bugungi rejamiz. Endi kuzatishda davom etamiz. Birinchi tek profit mana shu yerda, mana bu yerda. O keldi, stopumuzu oldu. Menimcha. Stopumuzu oldu.
yana shu yerdan bay ochamiz. Birinchisi stop oldi. Shu yerdan ham bitim ochilindi hozir. Shu yerdan ham bitim ochilindi. Stop bo'lsamiz. Hozir bizni zararimiz $1.48 zarar bo'ldi. Bizni hozir foyda qilishimiz kerak. $1.48 bo'lsa qo'shamiz. $1.80 bugungi foyda maqsadi. Bugun $3.28 hozir foyda qilishimiz kerak. Shunda biz $1.60 foyda bilan chiqayotgan bo'lar ekanmiz. Endi xudo xolasa kutamiz. Tek profitimizni 1 ga 3 соотношениеga qo'yamiz. 1 ga 3. Mana 1 ga 3 соотношениеga qo'ydik. Stop loss tek profitimizni. Tek profitimiz 8 pips. Stop lossimiz 8 pips. Tek profitimiz necha pips endi bu? 23 pips mi? 23 pips bo'lishi kerak. To'g'ri, 23 pips bo'lishi kerak. Hozir hisoblashing. 9 bayram 3 ga. 23 u 7 pips ekan. To'g'ri. 23 pips. Take profit. Bo'laveradi. Hozir biz keyin bitta ochmadik, ikkita bitim ochdik, 001 dan ikkita ochdik. Nimaga ochganimizning sababi bu qilgan zararimizni tezroq olib chiqib ketishimiz kerak. Vaqti kam. Riskga xudo xolasa amal qilyapmiz. Stop lossimiz agarda stop olsa agar hozir hisoblayman. Shu $1, $1.5, $2 orasida bo'lar ekan. Kutamiz xudo xolasa. Nimaga bay ochyapman, nimaga sell ochyapman, bularni hozirlarga aytmayapman. Nimaga aytmayotganimiz sababi, men hozir shaxsiy strategiya bo'yicha ishlayapman. Xudo xolasa shu $10 dan $150,000 100 kun ichida bo'lsa, xudo xolasa shu strategiyamni teppa-tekinga xudo xolasa sizlarga sovg'a qilaman. Buning uchun sizlar obuna bo'lib qo'yinglar, kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa hammasi oldinda. Broker bizni pulimizni yechib beradimi, yechib bermaydimi? Bizga vashi qizig'i yo'q. Bizga muhim eng qiziq tarafi shu $10 dan $150,000 qilish. Bunisi bizga qiziq. Kuzatishda davom etamiz. Qani ketdik. Hozirgi moment mana bitimni yopsak, biz bugungi foydani bemalol olib chiqib ketgan bo'lamiz. Hozirgi moment.
yopmaymiz. Kutamiz, xudo xolasa. Bitimimizga ishonchim komil. Bayga yurishiga просто sabr qilish kerak xolos. Sabr qilamiz va sabr qilamiz yana. Kutamiz, xudo xolasa. Alhamdulillah, mana tek profitimiz xudo xolasa oldi. Mana inshaalloh, alhamdulillah. Inshaalloh 150 ming dollar ham qilamiz. Mana 2 dollar 21 sent, 2 dollar 49 sent. Mana hozircha kuzatib turamiz, mana ko'rasizlar, mana u nimagacha boradi xudo xolasa. Shu mana tek profitgacha, shu full take profit oladi, qarab turing. Hozir mana hozirgi moment 1 ga 3 соотношение, to'g'rimi? 1 ga 7 bo'lar ekan. 1 ga 7 соотношениеda take profit oladi. Xudo xolasa hozir kuzatib turinglar, ko'rasizlar. Lekin biz hozir bitimda yopib bo'lganmiz. Bugun xudo xolasa to'liq yopildi. Foyda maqsadi 1 dollar 80 sent bo'lgan. Biz 3 dollar 22 sentda yopdik. Bugun foyda 3 dollar 22 sent bo'ldi. Reja bo'yicha bugungi balansimiz reja bo'yicha 18 dollar 40 sent bo'lishi kerak. Reja bo'yicha. Bizniki 36 dollar 57 sent bo'ldi. Mana ochilgan bitimimizning joyi. Mana o'sishda davom etyapti. U zo'r. Hozirga ne соотношение bo'ldi. Otuz iki pips bo'ldi. 32 pips. O'sha yerda foyda bo'lardi hozir. 32 pips necha pul bo'ladi? $604 bo'lar ekan. Hozir yopmaganimizda. Alhamdulillah. Mana ko'ryapsizlar, qanaqa bitim ochyapmiz, qanaqa yopyapmiz, qayerga stop loss qo'yyapmiz, qayerga take profit qo'yayotganimizni ko'ryapsizlar, lekin sizlar bilmaydigan narsalaring qanday buni qilyapmiz, nimaga asoslanib buni qilayotganimizni bilmaysizlar. Buni bilishinglar uchun xudo xolasa obuna bo'lib qo'yinglar, like bosinglar, kommentariyani savollaringlar bo'lsa, savollaringga javob beramiz kommentariyada yozinglar. Xudo xolasa inshaalloh
shu 150 ming dollar bo'lganda balansimiz, xudo xolasa sizlarga shu nimaga shu bitimlarni ochayotganimizni, qaysi strategiyadan foydalanayotganimizni, o'zimiz shaxsiy strategiyamni sizlarga teppa-tekinga o'rgataman. Buning uchun o'sha aytgan gapim, kommentariy yozinglar, like bosinglar, tarqatib qo'yinglar. Xudo xolasa inshaalloh murodi maqsadimizga yetamiz. 150 ming dollar tugul, 150 ming dollar yechilmasa nima bo'ldi? Shu 150 ming dollardan shu risk asosida 1,5 million dollar yo bo'lsam 2 million dollargacha chiqaramiz, xudo xolasa. Qiyin emas, prosta vaqt talab qiladi xolos, sabr qilish kerak xolos. Mana shu yerga kat qilish kerak, mana shu liniya kat qilib chiqib ketish kerak. Shu liniyadan chiqib ketadi xudo xolasa. Mana stop loss chetda bo'ladi. Chetda limit qo'yilganimda, mana stop loss ham mana shu yerda bo'lardi. Mana shu yerda bo'lardi. Mana stop dolarimikan. Mana 5 pips ham 6 pips ekan. Stop loss 6 pips. Yo 6 pips, 6 pips ekan. Mana ko'ringlar. 1 sotnasheniyada. Mana shu bitim hozirniki limit qo'yganimda, shu strategiya asosida limit qo'yganimda men take profit olardim ekan. Strategiya asosida qarang. Xudo xolasa ko'p take profit olyapti bu bitim. Daromadga chiqaradigan strategiya bo'ldi. Xudo xolasa alhamdulillah. Hozir ko'p traderlar ko'payib ketyapti. U bitta strategiya o'ylab topib pulga sotyapti, pulga daromad qilyapti. O'zi o'sha strategiyaning orqasidan shu daromad ko'radi. Strategiyani sotib ham shundan daromad ko'ryapti. O'zi unaqa qilish kerak emas. Hisob uchun o'rgatib qo'yaverish kerak. Endi meni fikrim shu. Sizlarni bilmadim. Qani bitta likvidnost bor. Shu likvidnostgacha chiqib berish kerak. Yetish kerak-da shu likvidnost. Bu men ishlatayotgan strategiya katta time frame da ham bo'laveradi, kichkina time frame da ham bo'laveradi. Farqi yo'q, vashi farqi yo'q. Tanlamaydi u. Keyin mana hozir sizlarga bitta zonasi o'rgatib ketaman. Bu jali strategiya desa ham bo'lmaydi baribir. Misol libo joyda mana bunday qilib turibman. Bunday qilaydi, tekis qilaydi. Tekis qildim, bunday qilib turib, mana shu shu liniya. Mana shu yerda men sizlarga birinchi o'rinda bu mini strategiyani nima qilish uchun mana Hekanachi degan switch bor. Mana Hekanachi. Shu Hekanachiga o'tib olasizlar. Mana chartdan Doji degan sham topasizlar. Doji. Shu Dojidan teskari tarafga bitim ochaverasizlar. Bu aytayapman 100% o'xshaydi degani emas. 100% o'xshamaydi. Bu o'zi bozorda 100% o'xshaydigan strategiyani o'zi ham yo'q, lekin 10 ta bitim olsalaring 10 tadan 8 tasi take profit oladi. Mana metdan boshlaylik, mana metdan sanab ketamiz. Bitta Doji. Mana. Bitta Doji, mana ya bu Doji emas. Doji bo'lish kerak. Mana Doji. Ikkita sham, take profitlaring bitta sham bo'lsin, yo bo'lsam, mani take profitim o'zi highgacha. Mana bu short switch bo'lsa, shortni highgacha, high switch bo'lsa, long switch bo'lsa, long switchani lowgacha take profitim bo'ladi. Mana birinchisi, mana birinchi take profit olingan. Mana birinchisi bu.
Endi mana o'sha yerdan yana doji chiqish kerak. Mana doji. I mana bitta doji bo'lgan. Ikkinchi mana. Ikkinchisi stop olgan mana. Yo'q, mana stop olmagan. Mana switch bo'lgan mana. Log'ini yechgan. Bu Laboy time frame'ga o'xshaydi, lekin sizlar ishlataman desalaring, nima yaxshi, kattaroq high time frame'larda, katta time frame'larda ishlatsalaring, kattaroq foyda bo'ladi. Mana 2,5 pipsga bergan. 2,5 pips qoniqtirmaydi to'g'risi. Katta time frame'larda ishlasalaring, shu 2,5 pips bo'lsa, ammo 1 minutlik time frame'da 2,5 pips bo'lsa, 5 minutlik time frame'da 25 pips, 1 soatlik time frame'da 50 pips, 55 pips bo'lishi mumkin. Undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Ketaveramiz. Log'ini yechishiga mana bu yana doji ham bo'ldi. Keyingisida buy kirasizlar. Mana high'ni, long'ni, mana high'ni yechgan. Short high'ni yechgan. Mana doji bo'lgan, mana yechgan. Bu nima bas, doji bas. Doji kichkinaroq bo'lishi kerak. Mana moni ham doji deb olaylik. Chiqqan mana liquidnessga qo'ysalaring, stoplaringni, mana liquidness bo'lsa, liquidnessga chiqib bermagan. Liquidnessga chiqmasdan mana log'ini yechgan. Ketdik. Dalish. Mana yechgandan keyin mana bu yerda ham yana bitta bo'lgan. Bu yerda bitta ochganlaringda, mana bu yerda ham ikkita ochganlaringda ikkitani nimasini olardi, take profit'ini olardi. Mana bu yerda doji bo'lgan, tushib bergan, liquidni yechib ketgan, yechib ketgan demak. Mana bu yerda ham doji bo'lgan, doji tushgan, mana liquidgacha kelib bermagan, mana yechgan hayni. Bitta back testdan ko'ringlar. Men o'zim o'ylab topgan shaxsiy strategiya deysizlarmi, boshqa deysizlarmi, men o'zim shaxsiy ishlatib turaman. Ko'pincha kichkina time frame'larda tasdiq uchun ishlataman. Sizlar ham tasdiq uchun ishlatsanglar bo'ladi. Zo'r narsa olma. Mana alhamdulillah haligi ochgan bitimizdan stop olmasdan 1 ga 3 so'tnoshiniyada take profit oldi. Stop lossimiz 6 pips, take profitimiz 18 pips bo'lgan. Yaxshi bo'laveradi. Mana bu 1 ga 7 so'tnoshiniyada mana boshida ochgan boshidan keyingi ochgan bitimimiz 8 pips stop loss, 55 pips, 55 pips take profit bo'lgan. Mana take profit tomon harakatlanyapti. Iloji boricha sizlar aytayapman, o'sha hozir o'rgatgan strategiyamni ham ishlatib ko'ringlar. Ko'pincha kichkina balansinglar bo'lsa ishlatmanglar. Ishlatmaganlaring ma'qul. $100 katta balans bo'lsa, bu strategiyani ishlatgan yaxshi. Zo'r strategiya. Men birinchi boshlaganimda o'sha strategiya bo'yicha yaxshi dohodga kirganman. Hozir yana qatdan reaksiya olish mumkin. Yo'q, hozir reaksiya olmaydi. Bo'ldi, reaksiya oladigan joyi tugadi. Reaksiya oladigan joy tugadi. Mana bu yerda ham reaksiya olgan ekan. Shu yerdan ham reaksiya oldi tepaga. Mana bunda tepaga chiqdi, pastga tushdi. Tepaga reaksiya oldi.
Короче, jigarlar, xudo xolisa videoni tugataveramiz. Bu hali tekrar davom etayotganga o'xshayapti. Hali olmaydi tekrar davom, xudo xolisa oladi. Lekin hali oladiganga o'xshamaydi. Pastda video tagida Instagram nimani qo'yib qo'yganman. Instagram akkauntim. Shu Instagram akkauntimga kirsanglar, shu mana shuni olgan tek profitini ko'rsalaring bo'ladi. Bu xudo xolasa tek profit oladi, просто kutish невыгодно-da. Video vaqti ketyapti xolos. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa keyingi videoda ko'rishguncha bugun yaxshi bo'ldi, ertaga stop loss olishimiz ham mumkin, olmasligimiz ham mumkin. Hammasida yaxshi kayfiyat bilan boshlab, yaxshi kayfiyat bilan tugatamiz, xudo xolasa. Eng muhimi obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar, kommentariy yozinglar, xohlasanglar, xohlamasanglar yozmanglar. Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Bo'pti, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar jigarlar. Hozir olsam kerak.